Barchalarga salom do'stlar. Sizlar bilan Mega Player kanali. Bugun biz parkur topshiriqlaridan, ya'ni parkur sinovlaridan o'tamiz do'stlar. Unda boshladik. Xo'p, endi biz parkurdan o'tishimiz kerak. Yur. Ketdik. Va, ketdim. Tezroq o't. Meni orqamdan o'topman. Tezroq o't, yoningga kelib oldim-ku men. Yana tushib ketdim. Men tushib ketdim. La'nati. Oxiridan boshlashimiz kerak endi. Rostdanam. Lekin uncha tepa yo'q lekin. Nega o'xshatib chiqib ketibman. Shunaqangi sen qiynalmagin deb bir blok qildim. Menga desa 100 blokdan sakrab beraman. Nargilari lekin qiyin. Tushib ketdim. Bilaman. O'zim qilgan parkurdan o'zim tushib ketdim. Kutib tur meni ham. O'zing qiyin. Yo'q, kutib tur. Ha. O'zing birinchi o'rinni bir balo deyotding-ku. Palaslari hammasini olma. Hamma palaslari olma Sabrina. 40 tasini ol bo'ldi. Lekin Nargisdan 1000 talik tushib ketasan. Yana tushib ketdim borib. Afsha qiynalibman, Voy, bilinch. Voy. Tushib ketdi ham. Alam qilardi lekin. Alam qilyapti baribir. Sengami? Menga alam qilmayapti, nabar tuxum. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Motivatsiya beribdi shunday. Qancha motivatsiya ko'p bo'lsa, shuncha video chiqaveradi. Ko'proq video chiqaveradi. Savolda, Minecraftda cho'chqa go'shtini yeyish mumkinmi? Yuzlar yeydi, yaxshilar yemaydi degan ishni. Nima demoqchisan bu deganingda? Minecraftda cho'chqa go'shtini yeyish mumkin. Emas. Chunki bu oddiy o'yin. La'nati. Sen ketdingmi? Men birinchi boraman. Sen birinchi borasan, men birinchi boraman. Nega bo'ldi? Urma, urishga yo'q. Ikki marta urganim yo'q